bitta qalamning joyini o'zgartiring. Ifodani to'g'rilang. Xo'p. Bu yerda 9 qo'shilgan 7 teng 4. Ko'ryapsizlar, ha? 9 ga qo'shamiz 7 ni teng 4. Bitta qalam joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. 1 minut vaqt. 1 minutda topgan o'quvchiga pul mukofoti bor. Qani, boshladik. 1 minutda topgan o'quvchiga mana 50 ming so'm pul beraman. Boshladik. Hop. Bunu koyalım. Topolmadikmi? Yo'q. Pullik vaqtimiz tugadi. 1 minutdan oshdi o'zi. Pulni yutolmadinglar. Buni o'ylab topib kelasizlar. 3